Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yurtimiz dehqonlari. Bahorlasa bugun mana navbatdagi Kaliforniya yong'oq dastlabki jarayonidamiz. Bugun Toshkent viloyati Ohangaronga sho'rtanglar olib kelganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, mana ishlari juda ham go'zal holatda. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bahorlasa 10 kvadrat Kaliforniya yong'oq sho'rtanglarini olib kelganmiz. Mana hozir bir qator hammasini bir ko'rsatib ketamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham go'zal holatda. Hamma korobkalarimiz bir xil zichlikda mana. Kimlarda mana shu biznesga qiziqib turganlar bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Kaliforniya yong'oq sho'rtanglari hamda biogomslarimiz bahorasi uzluksiz doimiy bo'ladi. Mana shu biznesga qiziqib turganlarni hamkorlikka chaqiramiz. Kaliforniya yong'oq sho'rtanglarini butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Bahorasi yetkazib beramiz. Assalomu alaykum. Ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi go'sht holatda. Akkuratni zich holatda olib kelganmiz. Hammasi bir-biridan zo'r. So'rasam aniq bilmayman. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bahorasi aloqasi ko'rasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'ling. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz.